Dasturimiz davom etadi. Paxtakor tumanida 2025-yilgi g'alla o'rim yig'im mavsumiga qizg'in tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. O'rim yig'im mavsumi uchun o'rim va tashish texnikalarini hozirlash, ta'mir va ehtiyot qismlar zaxirasini yaratish, mexanizator va kombayn operatorlarini moddiy rag'batlantirish, o'z navbatida dalalarda o'rim ishlarini o'z vaqtida va sifatli tashkil etish tadbirlari shular jumlasidandir. Bu haqda navbatdagi lavhada batafsil so'z boradi. Joriy yilda Paxtakor tumanida 11 ta fermer xo'jaliklari xuddi uyushmalari kesimida 11700 gektar sug'oriladigan yer maydoniga boshoqli don ekinlari ekildi. Mutasaddilar va mutaxassislar tomonidan olib borilgan ilmiy yondashuv agrotexnik talablarga to'liq amal qilish, zamonaviy qishloq xo'jaligi texnika va texnologiyalarini samarali tatbiq etilgani natijasida qariyb 36 ming tonna hosil yig'ib olinishi kutilmoqda. G'alla o'rim yig'imi mavsumini to'liq va uzluksiz tashkil etish maqsadida o'z agroinspeksiyaning Paxtakor tuman bo'limi tomonidan mavjud 36 ta zamonaviy g'alla o'rish kombaynlari texnik ko'rikdan o'tkazilib, maxsus sertifikatlar berildi. Umumiy hisobda 1 milliard so'mdan ortiq mablag' evaziga har bir texnika mavsum mobaynida xavfsiz hamda samarali ishlashi uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Eskirgan qismlar yangilanib, muhandislik va elektr tizimlari tekshirildi. Yangi ehtiyot qismlari olib kelindi. Shu bilan birga mavsumda texnik muammolar yuzaga kelmasligi uchun har bir kombayn 10 kilometr masofada amaliy sinovdan o'tkazildi. Mavsumni qisqa muddatda samarali va betalafot o'tkazish maqsadida tumanda 22 ta maxsus uyushma otryadlari tashkil etildi. Har bir guruhga haydovchi, texnik xizmat ko'rsatuvchi, logistika mutaxassisi va boshqa yordamchi xizmat xodimlari biriktirilgan. Mexanizatorlar uy qoshida tashkil etilgan. Ko'chma texnik xizmat guruhlari esa g'alla o'rish mobaynida kombaynlardan unumli foydalanish, tezkor ta'mirlash va xizmat ko'rsatish vazifalarini bajaradi.